Rentgen tekshiruvi zararlimi? Keling bugun bu haqda gaplashamiz. Rentgen tekshiruvi tibbiyotda kasalliklarni aniqlash uchun keng qo'llaniladi. Biroq tibbiy rentgen tekshiruvlarda qo'llanilgan nurlanish juda past dozada bo'ladi va ko'pchilik holatlarda uning dozasi zararidan ustun turadi. Bir martalik yoki kamdan kam o'tkaziladigan rentgen tekshiruvi odatda xavfli emas. Shifokorlar rentgenni faqat zarur bo'lganda tavsiya qiladilar. Keraksiz va tez-tez takrorlanadigan tekshiruvlar esa nurlanish miqdorini oshirishi mumkin. Zarur holatlarda maxsus himoya vositalari, masalan, egnidagi qo'rg'oshinli fartuk ishlatiladi. Bu asosan homilador ayollarda rentgen tekshiruv o'tkazish kerak bo'lganda qo'llaniladi. Corona Medline klinikasida raqamli rentgen tekshiruvi mavjud bo'lib, bu yerda rentgen apparati pult orqali boshqariladi. Har bitta kelgan bemor uchun maxsus o'zini bo'limlari bor, ya'ni dozalash miqdorlari. Nurlanishga qarab turib, bemorning kilosi, yoshi, bolalardagi holatlariga qarab mana shu dozalarda beriladi. Ya'ni chaqaloqlarga katta dozalarda berilmaydi. Uni maxsus ko'rsatmalariga binoan 70, 12,5 kabi dozalarda tavsiya qilinadi. Xulosa qilib aytganda, rentgen tekshiruvi to'g'ri va me'yorida qo'llanilsa, xavfsiz hisoblanadi va kasallikni aniqlashda juda muhim ahamiyatga ega.